Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Shahrixon tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida giyohvandlik bilan bog'liq holatlar fosh etildi. Xususan olingan tezkor ma'lumotga asosan Shahrixon tumanida yashovchi shaxsning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, uyning ekin maydonida bir dona temirdan yasalgan chelak ichida 2 tub kannabis o'simligi parvarish qilib kelinayotganligi aniqlandi. Shuningdek, kannabis o'simligi yonida bo'lgan begona o'tlar bilan atrofi o'ralgan holatda bo'lgan maydonda 1330 tub ko'knorisimon o'simliklar ishlov berilgan holatda parvarish qilinayotganligi aniqlanib, uning boshoqlari soni 1335 dona ekanligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari ushbu xonadonning tom qismida quruq holatda bo'lgan ko'kimtir tusli, o'tkir hidli giyohvandlik moddasi ko'p miqdorda saqlanib kelinayotganligi oshkor bo'lib, jami giyohvand moddalarning sof oqilligi 6 kg 355 grammni tashkil etdi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Shahrixon tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida giyohvandlik moddalari bilan bog'liq holatlarni aniqlashga qaratilgan tezkor tadbirlar davom etmoqda.